eng kamida shunaqa yoki bundan zo'r uy qurmoqchi bo'lsanglar, o'rtoqlar, men sizlarga 2,5 sotuvli zo'r yeri taklif qilaman. Mana bu burchakdan boshlanadi, o'rtoqlar. Ho, narigi burchakgacha uglovoy joyda joylashgan. Mana Mahmetgacha, mana bu yog'i 12 metr, uzunasiga 23 metr ekan. Uy egalarining aytishi bo'yicha kattagina bitta zo'r uy qursanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa 2 ga bo'lib, mana Mahmetdan 1.25 qilib 2 ga bo'lib, ikkita kottej qilsa ham bo'ladi. Aka-ukalar, oshna og'ayni, qarindosh urug'lar bemalol uy solsanglar bo'ladi. Mana o'rtoqlar, mahallamizda chiroyli, obod mahalla. Endi uy ichkarisini ko'rsataman. Mana o'rtoqlar, hayron bo'lmaysizlar, bu molxona emas, endi vaqtinchalik hech kim turmagani uchun mana bu qo'shni mol qo'y, mana bunaqa ota esim kelmadi, shunaqalar boqishyapti. Xullas, bitta qo'qo degan san uchun bittalik bo'ladi shu joyga. Mana xullas o'rtoqlar, gapirmadi. To'rtburchak, deyarli to'rtburchak. Voy, malades. Mana Mahmet anchagina qiyshig'i bor, bu ham bilinmaydi. Xullas, zo'r qilib bitta uchastka solsanglar bo'ladi yoki 2 ga bo'lib ham solsanglar bo'ladi, chunki burchakda joylashgan. Yashnobod tumani Go'zal mahallada joylashgan, oldingi Toj mahalla deyilardi. Narxi keladigan bo'lsa, 85 ming so'rashyapti uy egalari. Tepasida kelishiladigan joylari bor o'rtoqlar, aloqaga chiqinglar.